Qizim, nimasi bu? Kimsan? Marko Berritonning qizi kollejga shunday kiyinib boradimi? Birinchi kundan hamma menga boyligim uchun xushomad qilishini xohlamayman. Bu nimasi? Velosipedda ketmoqchimisan? Kollej ancha uzoq. Qo'riqchilar o'zlari eltib qo'yadi. Nima qilasan o'zingni qiynab? Yo'q dadajon, boshqalardan ajralib turishni xohlamayman. Keyin menga hamma soxta munosabatda bo'ladi. Seni oldin ko'rmaganman, yangi kelgansan shekilli. Bu kollejda xohlagan ishimni qilaman deb xomtama bo'lma. Voy! Uni qara. Mashhur biznesmen Marko Berritonning qizi keladi deyishgandi. Bu o'sha shekilli. Qara, yur, gaplashamiz. Siz Marko Berritonning qizimisiz? Bizni kollejga kelishingizni eshitganimizdan beri intizorlik bilan kutamiz. Tanishinglar, bu bizning yangi o'quvchimiz. U mashhur biznesmen Marko Berritonning qizi. O'rningni bilib o'tir, oyoq yalang. Sen ham yangi kelgansan, nega seni tanishtirishmadi? Hayronman. Darsda rosa asabimni buzding. Qara, bu seni avloddan avlodga o'tadigan taqinchog'ing-ku? O'g'irlab olibdimi? Bu o'zimniki. Buvim sovg'a qilgan. Hech kimdan o'g'irlamaganman. Ber bu yoqqa. Hali senmi mening buyumlarimga tegadigan? Qaytar. U meniki. Qilgan ishing uchun hali afsuslanasan.